Assalomu alaykum motoblog ishqibozlari. Mana bugun 15 va 17 ot kuchli motobloglarimiz uchun universal chizilimizni ko'rib chiqamiz. Oldin buni bir qator atroflarni ko'rsatamiz. Ko'rishlaring mumkin, oldimizda universal 15 va 17 ot kuchli motoblogga tushadigan общий komplektdagi chizilimiz. Komplekt chizilimizni jihozlanishini ko'rib chiqamiz. 50, 60, 70 va 90 agatlarga moslangan bo'ladi chizilimiz. Profillari turli stenkali qalin profillardan yasalgan bo'ladi. Ulanish joylari ham mana baquvvatliklarga qo'yilgan bo'ladi, ko'rishlaring mumkin. Chizilimiz komplektida ikkita baloni bo'ladi, ikkita ochari bo'ladi katta, ikkita qaldirg'ochli chizil uchun lapkalari bo'ladi va alohida e'tibor berib o'tadigan joyi kartoshka kapatili ham ichida bo'ladi. Ko'rishlaring mumkin. Bu 15 va 17 ot kuchli motobloglarga va zubur motobloglarga bemalol tushadi va ishlatish o'ta qulay. Xohlagan paytlaringda boltini yechasizlar, 50 bo'lsa 50 ga, 60 bo'lsa 60, 70 ga moslaysizlar, 90 ga alohida ikki burchagida bu yoq tomonda ham, mana oldi tomonida ham joylar qoldirilgan. Kimga xuddi shu turdagi chizillarimizdan kerak bo'lsa, ekranda aloqa uchun nomerlarimizni qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib zakaz qilishlaring mumkin. Hozir bu chizilimiz zakazga bo'lgan, Toshkent viloyatiga chiqarib yuboryapmiz. Kimga xuddi shu turdagi chizil kerak bo'lsa, aytib qo'ysalaring, buni tayyorlab sizlarga ham xuddi shunday komplekt holatda qo'shib chiqarib yuboramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.